Bu kursni o'qishni oldinroq boshlashim kerak ekan. Kursda o'qib, kerakli insaytlarga ega bo'lganimdan keyin barcha muammolarim 100% yechildi deb ayta olaman. Hop, kurslardan tizimlashtirish bo'yicha, xodimlar bilan ishlash bo'yicha, rekruting yana qo'shimcha juda ham ko'p ma'lumotlar oldim. Endi buni qatnashgan odam bo'lsa yaxshi biladi. Boshida bu narsa bilinmaydi, bardakligi, lekin kursni ko'rganingizdan so'ng bundoq qarasangiz, "Voy, ko'zim ochilibdi" deysizda. Ikkilanib, qarz olib o'qigandim. O'sha vaqtda filialimiz 5 ta edi. Kurslardan keyin Dildora opa tatbiq qilgan instrumentlardan keyin hozir alhamdulillah 13 ta filialimiz bor. Bundan ushlab qolib ketgansiz o'sha kurs. Kelgan kunim qilganman. Sharoit yaratib berish. Dildora opani O'zbekistonda shu HR yo'nalishidagi eng kuchli mutaxassislardan hisoblayman. Butun O'zbekistonda onlayn platforma bo'yicha onlayn dars o'rgatish bo'yicha bu kursga teng keladigani yo'q. Oldin biza xodimlarga ish buyurganda ketidan o'sha ishni qildingmi deb kotibalik qilib yurardik. Ishimiz bir 70% yengillashdi.